Bugun Tunnelda, Portalsda va MRKTda giftlarni sotish va sotib olish haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasa, boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Genius Trade kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar so'rabsizlar, rahmat. Наконец-то mana odzivlar ketish boshlandi, kommentlar mendan so'rashyapti, "Unaqa video qiling, bunaqa video qiling" deb. Katta rahmat. Demak, bizada so'rashdi. Marketplace'lar bo'yicha chuqurroq video qilib bering deb, mana sizlarga video. Demak, bizada bugungi 3 ta marketplace, bittasi birinchisi MRKT, Portals, ikkinchisi va uchinchisi Tunnel. Uchalasi haqidayam sizlarga полностью gapirib beraman. Farqlari, qanaqa nima qilinishi, hammasi. И сразу aytaman, hammasi bir xil emas, farqi bor. Yana bitta narsa qo'shimcha qilib aytishim kerak, agar sizlarga undan ham bitta yaxshi variant xohlasanglar, mana shu faqat bu uchalasi emas, qolgan boshqa hamma marketlarni, hamma bozorlarni bitta qilib ko'rsatadigan bitta servis bor. Agar o'sha bo'yicha video olishimni xohlasanglar, kommentlarga yozib ketinglar. Tushundinglarmi? Сразу же. Xo'p, nima uchun aytdim? Bitta отдельный servis bor. U hammasini bitta qiladi, lekin bizada bugun har bittasini отдельно ko'rib chiqamiz. Xo'p, ketdik. Kstati, bolalar, eslaringizda bo'lsa, men aytuvdim, eng giftlarni sotishga zo'r joy GetGames deb aytuvdim sizlarga, eslaringizda bo'lsa GetGames. Mana, bugun, mana сегодня ko'rsanglar bo'ladi. Mana bitta tortim 48 tonga sotildi bolalar. Bu endi o'zini narxi nech pul deb so'rasanglar, sразу aytaman sizlarga, bu 40 tonlik plus-minus gift bu, 40 tonlik. Mana ko'rsanglar bo'ladi, 48 tonga sotdim. Mana u kuni mana bu bilan maqtangan edim. Bugun bu bilan maqtanaman sizlarga, chunki ko'ryapsizlar, haqiqatan ham bu yerda qimmat sotsa bo'ladi. Bitta bo'lmadi, вообще variantlar o'ta ko'p. Mana bu bilan ham, mana bu bilan ham maqtangan edim, eslaringizda bo'lsa. Hop, ketdi. Bugun bu haqida emas, lekin buni misol qilib sizlarga ko'rsataman. Bu endi men realniy aytaman sizlarga, yoqtirgan tortim edi. Endi men вообще tortlarni yaxshi ko'raman. Mana bu даже shuni Tunnelga kirsanglar ham, shuni Magiftga kirsam ham mana ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda tortlar ko'p, hozir ko'rsataman mana. Ketdi mana bitta tort. Yana qanday tortlar. Hop, mana tort. Mana tort, mana endi yana tort ko'ryapsizlarmi? Tortlar juda ko'p menda. Вот realniy aytaman, bolalar, tort men вообще anaqasimanda, nima deydi? Prям tortni sevadigan odamman, mana shu именно tortlarni demoqchiman. И даже yangi bularga kraft chiqishini ham bularga kutyapman. Xo'p, ketdik. Demak, hammasini kelinglar ochib olaylik сразу же. Kelinglar birinchi tunneldan boshlaylik. Demak, ochilgandan keyin sizlarda mana shunaqa bo'ladi. Да, прям mana shunaqa bo'ladi. Mana bunday ochsanglar, mana bunda qo'shimcha filtrlar ham bor. Demak, birinchisi mana buni bosib, hamyoninglarni ulab olasizlar. Farqi yo'q, xohlasanglar Telegramning ichidagi hamyoningiz, xohlasanglar Tonkeeper, MyTon Wallet, даже Biscuit'dagi wallet, farqi yo'q. Любой hamyonni, ton hamyonni ulaysizlar. Plyusni bosib, yozib, necha ton yoki boshqa valyutalar ham bor. To'ldirmoqchisizlar, masalan 10 ton deb va Connect Walletni bosib, keyin anaqa qilsanglar bo'ladi. Yoki CryptoPay bilan qilsanglar ham bo'ladi. Plus 2% anaqasini ham berar ekan. Deydi, cashback ham qilib berar ekan. Xo'p, boshqa valyutalarga пополнение qilishni maslahat bermayman. Kerak emas, chunki giftlar bolalar в основном Toncoin'da savdo olib boriladi. Xo'p, ketdik дальше. Bu yerda asosiy gift, mana asosiy gift, giftlarni endi asosiysi. Keyin bu yerda har bitta giftning modellari chiqadi. Masalan, bizada nima? Bugun tort temasi. Mana tortni ochdik. Mana tortlar o'zi chiqyapti. Keyin modelni tanlaymiz. Masalan, bizani bugun sotilgan modeli Mickey Mouse. Просто mouse deb yozsak ham o'zi chiqdi mana. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, sort degani sortirovka. Qanday sortirovka qilish kerak? The latest degani oxirgisi, yaqinda qo'yilgani. Mint time endi vaqt. Mint bo'lgani anaqasi bilan, vaqti bilan qilishadi. Bu bular kerak emas, rostini aytsam, ko'pi kerak emas. Men oddiy qilib aytganda mana narxi, price ko'rasizlar. Low to high, то есть arzonidan qimmatiga yoki bu yerda high to low, то есть qimmatidan arzoniga qarab. Bu ID'si ham bor. ID degani giftni mana bu raqami.
giftni mana bu raqami, giftni o'zini raqami bo'ladi. Har bitta giftni o'sha raqami bo'yicha mana bu yerda xohlasanglar prosta giftni raqamini yozib topishlaringiz ham mumkin. Masalan, sizlarga deylik 4 emas, unday qilib sizlarga masalan qanaqadir gift kerak. Masalan, 888 nomerli giftlar kerak. Shunday bo'lsa sizlar, masalan, gift bunaqa yo'q. Ketdi masalan yana bitta 8 qo'shamiz. Qidiramiz masalan. 4 ta 8li ham yo'q, 5 ta 8li yo'q. Endi yo'q deb o'tdi. Bitta o'zi giftlar kam tunnelda, lekin basosiy topsanglar bo'ladi. Lekanda ikkita 10 yozuvchi bormi? Yo'q. Prosta bitta 10. Yo'q. Ko'rasizlarmi bitta aktivitetga kirsanglar balki topishlaringiz mumkin qanaqadir gift. Mana shunaqa raqamli, mana 10 raqamli sotilgan. Ko'rasizlarmi? Buni vaqtini qaranglar. Yanvarda sotilgan. Endi raqami ham endi dahshat, shuning uchun narxlari ham dahshat turibdi, lekin nima demoqchiman, mana shunaqa raqam bilan topsanglar ham bo'ladi. Biror xil gift kerak bo'lsa, spesial raqam bilan topsanglar ham bo'ladi. Mayli, endi biz tortimizga qaytamiz. Hop, bitta Mickey Mouse bizga kerak. Endi bizga fon. Fonniki bizaniki Onyx. Mana Onyx chiqdi, top 2 fon. O'zi bitta turibdi 50 tonga, ko'rasizlar. Shu olibdi, bu turibdi. Unda kirsanglar activityga bitta mana shu narsamiz bo'yicha, to есть homemade cake, Mickey Mouse modeli, Onyx Black anaqasi. Fonida bo'lgan istoriyalarni hammasini ko'rsatadi. Masalan, fevralda 16 tonga sotilibdi. Yana bir yerda mana 16 ton ko'rsanglar bo'ladi. Auksionda olingan. Bit degani mana bu auksion. Kstati, yana bitta qiziq narsa, sizlarga tunnelda auksion ham bor. Bu juda zo'r narsa. Auksionda, mayli, buni keyin gapirib beraman. Xo'p, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu уже oktyabrda 24-oktyabrda 43 tonga sotilibdi masalan. Xo'p, demak, ustiga bosib sotib olishlaringiz mumkin. Mana buni bosib sotib olishlaringiz mumkin. To есть korзинаga tashlashingiz mumkin. Keyin korзинада shundoq bayni bosib, korзинада juda ko'p variantlar bo'lsa, bitta hammasini olasizlar. Korзина kerak emas. Xo'p, bu offer, buy offer, demak, offer tashlaysizlar. Necha tonga masalan sizlar mana shu giftni olmoqchisizlar, o'zlaringiz anaqangizni yozib tashlasanglar bo'ladi. Lekin bu narsa pulli, ko'rasizlar. Offer bepul narsa emas. Mana bu knopka bu giftni biron boshqa odamga сразу же tashlab yuborishlaringiz mumkin. Masalan, o'sha o'rtog'ingizni masalan o'rtog'ingizga biron gift olib bermoqchi bo'lsangiz, bu masalan tunneldan chiqarib yuborishlaringizga ton ketadi. 0,1 ton tunnelda komissiyasi. Keyin o'zlaringizdan yana o'rtoqlaringiz uchun tashlab berishlaringizga yana 25 yulduz ketadi. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun ko'rasizlar, 2 marta yo'qolib pul ketyapti. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun mana shu shuni userni yozasizlar, shuni findni bosasizlar, shuni sotib olishni boshlaysa tamom. Bu gift to'g'ridan-to'g'ri shuni o'rtog'ingizga boradi. Faqat o'rtoqlaringiz mana bu tunnel botni, tunnel relayerga yozish kerak. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana qaranglar. Mana bitta konkretni yozilgan. Mana shu gift relayer kerak bo'lsa, любой relayer degani bolalar shunaqa profil, Telegram profil. Lekin bot emas u. Lekin u yerda bot ishlayapti. Lekin Telegram oddiy profil. Bu yerda avtomatik bot gift bironta odamga tashlab beradi yoki qabul qiladi. To есть plus-minus olib boradigan bitta profil bo'ladi. Har bitta marketplace'ning o'zining profili bo'ladi. Ustiga bossanglar, mana. Men saqlanib qo'yganman gift relayer, bu o'zining ismi. Men tunnelda prosta qo'shib qo'yganman, tamom. Mana. Prosta nima uchun aytyapman? Boshqa bironta bot bilan, boshqa bitta user bilan xato qilmanglar. Bu xato qilsanglar, boshqasiga tashlab qo'ysanglar, tamom, shu bilan giftlaringizni ko'rmaysizlar. Shunisi bor. Hop, buni profildan ko'rsanglar bo'ladi, podarkalar juda ko'p. Mana. Bir gala podarkalari bor. Hop, bu yerda endi nima tashlaganman, nima olganman, hamma narsalar bor. Mana shundoq qanday menga tashlab bergan bo'lsa, mana gift relayer передал вам подарок. То есть mana shu podarkani menga mana bu bot, то есть tunnelda sotib olgan paytim tashlab bergan. Xuddi shunaqa o'rtoqlaringizga ham tashlab beradi. Kстати, bu narsa bepul. Prosta bu narsa bepul bo'lishi uchun bu yerda anaqa internal purchase degan knopka bor. Endi yoniga bossanglar, ko'rsanglar bo'ladi. To есть bu narsa yo'q bo'lsa agar, unda yoqib qo'ysanglar, gift sotib olgan paytlaringiz avtomatik profilingizga kelmaydi. Tushundingizlarmi? Masalan, keyinchalik sotmoqchisizlar, aynan tunnelni o'zida sotmoqchi bo'lsanglar, bu narsani yoqishlaringiz kerak. Yoki agar sizlar
shundoq sotib olib, shundoq moment o'zlaringizga qaytarib olmoqchi bo'lsanglar, shundoq mana shuni o'chirib qo'ysanglar bo'ldi. То есть bu giftlaringizni chiqarishlaringiz uchun mana shu o'chirilgan holda sotib olsanglar, avtomatik tarzda qo'shimcha pul olmasdan sizlarni profillaringizga giftni bepul tashlab beradi. Tushundingizlarmi? Boshqa botlar esa pul oladi. Sizlarga o'zi hali ko'rsataman oldinda, realno pul oladi. Shu narsasi bor. Xo'p, baribir qo'ygan knopkalari haqida ham gapirib berishim kerak. Performance bu endi animatsiya, chista animatsiyani o'chirib qo'ysanglar, hozir ko'rsataman sizlarga. Xo'p, endi bu yerda yo'q ekan. Animatsiya chista unday qilsak mana ketdi, mana ko'ryapsizlarmi? Animatsiyalar boshlandi. Bunday yoqib qo'ysanglar, animatsiya yo'q. Endi bizga animatsiya kerak emas. Bu lishniy qoladi. Nagruzka bizga lishniy kerak emas. Biz shuni ko'rsak, shuni tushunib olamiz. Hop, вроде muhim narsalar haqida gapirib berdim. Demak, bu yerda auksioni ham bor. Bu yerda ending soon turibdi. Ending soon degani yaqinda tugaydigan, masalan, bu tugab bo'pti. Bu ham tugab bo'pti. 55 sekunddan keyin tugaydi, 50 sekund qoldi. 1 minutdan keyin tugaydi. 11 minutdan keyin tugaydi, 12 minutdan keyin tugaydi. Xo'p. Mana shunaqa qilib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda ham masalan xohlagan giftlaringizni tanlab ketishlaringiz mumkin. Masalan, tortda hech narsa yo'q ekan. Hech kim hech narsa qo'ymagan sotuvga. Mana juda narsalar bu yerda ham ko'p. Bitta zo'r narsani aytaman. Auksion boshqa marketlarga ko'rsatadigan marketlarimda yo'q. Nima demoqchiman bu bilan? Auksion bilan bir xil giftlarni arzon olsanglar bo'ladi. Shu bitta sizlarga katta plyus. Tunnelni katta plyusi. Bu bir. Xo'p. My gifts bor. Bu yerda sizlarni listed degani уже sotuvga qo'yilgan giftlaringiz mana shu yerda chiqadi. Listed anaqasida. Mana. Hammasi o'zi sotuvga qo'yilgan. Mana narxlari ham yonida yozilgan. Xo'p, mana bu narsa pre-market degani. Bunday yo'q qo'ysanglar, mana faqat pre-marketdagi giftlaringiz chiqadi. Pre-market haqida bilmoqchi bo'lsanglar ham yozasizlar kommentga, gapirib beraman. Отдельный tema u. Chunki bitta tunnelda emas, ko'p joyda pre-marketda sotiladi giftlar. Xo'p, bu yerda ham sortirovkalar bor, xohlasanglar qilaverasizlar. Keyin unlisted bor. Unlisted degani bu просто sizlarda yotibdi, lekin sotuvda emas. Mana giftlar bular sotuvda emas. Xohlasa mana bu qizil knopkani bosib, return giftni bosib, bunday bosib, mana 0.1 ton komissiya ko'ryapsizlar. Chiqarib olish uchun komissiya oladi. Agar sotib o'tgan paytim mana bu narsani o'chirib sotib olganimda, mana shu giftni men o'zimni profilimda bo'lar edi bu gift. Eng qizig'i nima? Bepul chiqarib olgan bo'lardim. Tushundinglar? Mana bu yerda hammasi anaqa bo'lmagan. Bu yerda endi sotmoqchi bo'lsanglar list for sale qilasizlar. Agar oddiy marketga masalan narx qo'yib sotmoqchi bo'lsanglar, quick sale sizlarga maslahat bermayman. Bu chista qanaqa order bo'lsa, order bilan sotiladi. Juda arzon ketadi. Maslahat bermayman. Hop, undan ko'ra o'zlaringiz qo'yib sekin-sekin narxini tushirishlaringiz yaxshiroq. Auksionga qo'yish ham bor. Bu auksionni bosasizlar. Birinchi, то есть boshlang'ich narxini yozasizlar. То есть masalan, eng kam narxi masalan 10 tondan boshlansin deylik и duration degani davomiyligi 1 soat, 2 soat, 1 kungacha tanlayverasizlar. Keyin anaqani bosasizlar. Auksion bosasizlar, bo'ldi. Mint haqida bugun gapirmaymiz. Mint haqida ham отдельный tema xohlasanglar, yozinglar, gapirib beraman. Mint haqida. Mint ham сразу aytaman, soqqali tema. Mana bu aytdim-ku, mana bu yerda sotdim deb. Mana bu uchun как раз mint kerak, lekin tunnelnikidan emas. Tunnelniki sal qimmatroq chiqadi bolalar. Shunga tunnelnikini maslahat bermayman. Boshqalar bor, ko'rsataman sizlarga, lekin keyingi videolarda ular. Xo'p, on-chain bu endi hamyonimizdagi giftlar bular kerak emas, короче. Oddiy qilib aytganda bular realni aytaman, sizlarga hozircha kerak emas. Galereya degani endi bu sizlarni profillaringiz, 4 ta referal masalan bor. 1,5 ming tonli объем bor. Hop, giftlarim, mana profilim masalan, tunneldagi profilim. Bunaqa narsa, kстати, xohlasanglar mana shunda mana shu yerda bosib, mana share my gallery'ni bosib, mana shu profillaringizni shundoq odamga birontasiga tashlab berishlaringiz mumkin bo'ladi. Maqtanmoqchi bo'lsanglar, masalan, manaqa. Endi o'zlaringizni tipa do'konlaringiz tunnelning ichida mana tayyor, xohlaganingiz shuni ссылкасini berasizlar, shuni bosadi, kirib anaqa qilaveradi. Sotib olmoqchi bo'lsa agar masalan, tayyor. Nastroykani bosib almashtirish mumkin. Masalan, nimasi ko'rinadi, nima ko'rinmaydi. Server hatto bor, Rossiya, faqat Rossiyadagilar ko'rinadi. Bu kerak emas bizga bu narsalar. Endi qo'shimcha sizlarga anaqalar berib ketaman.
Activity endi bu aynan sizlarni oldi sotilarimiz. Mana bu yerda общий edi mana bu yerda activity mana bu bor-ku, o'nta monpasda bu общий. Masalan, bironta gift tanlasanglar, o'sha gift bo'yicha bo'ladi. Masalan, xizmat tanlamasanglar, hozir bo'layotgan narsalar bo'ladi mana. Hozir bo'layotgan narsalar bu yerda. Xo'p. Activityga kiramiz. Endi bu yerda sizlar nima narsalar masalan sotgansizlar, sotib olgansizlar, auksionga yoki unaqa bid qilgansizlar. Order. Endi orderlar bu yerda ham bor. Lekin bu yerda order qo'yish uchun o'zini mana bunaqa tunnelni tokeni kerak. Bu yerda order unaqa qilish yaxshi variant emas. Просто offer berganlaringiz yaxshiroq. Qancha order ham qilishadi, lekin oddiy odamlarga bu kerak emas. Deals. Mana bu ham yaxshi tema-yu, lekin hozir bugun gapirib bermayman. Mana bu yerda ko'rdik mana offerlar. Qarang, juda bitta muhim narsa. Birontasiga offer tashladinglarmi, bu yerda sizlar admin masalan полностью yozib chiqadi mana shu yerda offerlaringiz. Masalan, rejected degani sizlar masalan mana shu sotuvchisiga 2 ton tashladinglar, u admin bersa, tipa yo'q, 2 tonga sotmayman desa, rejected chiqadi. Cancelled deb chiqsa agar, bu degani men 2 tonga unga tashlaganman, sotib olaman deb, keyin o'zim admin yo'q 2 tonga olmayman deb yo'q deganman, keyin shunga to есть admin qilganman, shunga cancelled bo'lgan. Agar masalan tashlab u yo'q desa agar rejected bo'ladi, tushundinglarmi? Keyin qaranglar, mana bu yerda pending degan ham narsa bor. To есть bu kutilyapti. To есть mana shu gift 7,5 tonga sotilishga kutilyapti. Lekin bu men o'zim ham hayron qoldim. Qanday bu hali turibdi deb. Chunki bu gift bunaqa narxda turmaydi. Nima uchun desanglar, masalan ko'rsataman, mana bu yerda сразу MRKTda masalan bor mana bu gift. Bu narxini qaranglar. Mana bu yerda yo'q ekan, bu yerda ko'rsatmas ekan. Adashmasam, mana bu ko'rsatar edi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, bunaqa narxini qaranglar. Mayli, bunaqa narx emas, nima bir 4 ton bo'lishi mumkin, mana shuni narxi 5 ton bo'lishi mumkin, lekin 7,5 emas. Bunday bo'lsa, mana qaranglar. Admin qilamiz, qaranglar, balansni qaranglar, balansni qaranglar, o'zi qo'shiladi balans. Balansga e'tibor beringlar, o'zi balansga 7,5 ton qo'shiladi, qaranglar, mana ketdi. Mana offer cancelled. Tamom. Ko'rdinglar? Ko'rdinglar? Nima demoqchiman? Men o'zim bugun mana shu videoni olaman deb kiruvdim. Полностью kirib ko'rayotgan paytimda shunday ko'rsam, turibdi-yu offer. Mana, endi ko'rasizlarmi? Cancelled, to есть men admin qilganman. Bu odam ham rostini aytsam, mana shu odamga kimga tashlagan bo'lsam, mana shu giftni salgina jinniroq odam ekan, chunki menga sotsa, qimmatroqga sotsa bo'lar edi. Realni aytaman, mana shu narsani qimmatroqga menga sotsa bo'lar edi. O'zi qayerda turibdi? Bu kim qaysidir Abu degan, menimcha o'zimizning akaxonlarda turibdi. Mayli. Kriptoda sotishi mumkin edi menga qimmatga. Mayli. Xo'p, endi biz ham shustrlik qildik. Hatto arzon narsani 2 barobar qimmatga olar edik. Endi bu vaqtida realni aytaman sizlarga, bu qimmat turgan narsa-da. Xo'p, mana qaranglar, 7,5 ga admin berishgan. Bittasi qolib ketgan. Xo'p, yana bitta mana ko'rishlaringiz mumkin, 7 tonga turibdi. Bunisi ham bitta admin beramiz, balansga qaraymiz. 14 ton. Shuni bitta admin beramiz. Balansga 7 ton o'zi qo'shiladi, qaranglar. Mana ketdi. Hozir 1 minut. Bitta admin beramiz mana. 7 ton yana qo'shildi. Короче, qaranglar bolalar. Aspected bo'lsa agar bu 10 toningizni masalan qabul qildi. Masalan 10 ton mana shu giftga tashlaganman, vaqtida qabul qilib olgan. Gift menga keladi, unga esa 10 ton qo'shiladi profiliga, to есть balansiga. Mana bo'ldi. Bu yerda boshqa hech nima knopkalar yo'q. Hammasi вроде бы bo'ldi. Xo'p, mana ko'rayotganlaringizda yo'q joydan 14 ton, 14,5 ton plyus qoldi balanslarimizga. Lekin mana shunaqa narsalar bor. Nima demoqchiman, qolib ketadi balanslaringizga pul. Juda ko'p profillarga, har xil joylarda mana juda ko'p pullar mana shunaqa qolib ketadi. Sizlardan qolib ketishlari mumkin. Qolib ketishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Esdan chiqmasin. Ketdi. Endi tunnel bo'yicha tugatdik. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Demak, portalga o'tsak, portal ham oson. Biron qiyin joyi yo'q. Bu yerda eng katta plyusi komissiya 0%. To есть, tunnelga kirsanglar, tunnelga gift qo'ysanglar, bu yerga plus 5% qilib narxga qo'yadi. Lekin mana bu portalga qo'ysanglar, narxiga plus qilmaydi. To есть, necha pul qo'ysanglar, shunaqa narx oluvchiga ko'rinadi. O'zidan narx qo'ymaydi. To есть, mana bu yerga 5% komissiyasi bor, bu yerda komissiya yo'q portalda. Xo'p, bu yerda shu kolleksiya, birinchi knopka, kolleksiyani tanlashlaringiz mumkin. Model, bosib, model, fon,
Simbol bu yerda ham bor, если что. Simbol degani, bu fondagi uzorni ko'ryapsizlar, mana bu narsalarni, mana bu uzor. O'sha narsa simbol. Hop, mana nomlargacha bor. Keyin bu yerda ham o'sha tortni qidiramiz. Men o'sha bu yerda qidirib ko'rganman. Bu yerda bu tortimiz yo'q, lekin baribir qidiramiz. Mana homemade cake tanladik. Modelni tanlaymiz. Modelni bizlarda Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ana уже sekin-sekin ko'rasizlar Mickey Mouse'lar chiqyapti. Lekin bizga oddiy Mickey Mouse emas, bizga именно Onyx Black'dagi fondagi bizga Mickey Mouse kerak. Mana bunaqa ko'rasizlar. Yo'q. Mana yo'q deb ko'rsatyapti. Lekin bizda mana bu yerda istoriya bor. Mana bu knopka istoriya degani. Unday bossanglar, полностью nima narsalar bo'lgan ko'rsatadi sizlarga. Oxirgi mana shu Mickey Mouse bilan bo'lgan aktivnost bu именно 19-dekabrda 25-yilda bo'lgan ekan. O'sha ham 16 kimdir shu stil sotib olibdi. Молодец lekin qo'yil. Chunki bu narsa realni aytaman qimmat turadi deb o'sha paytdan beri 40 ton atrofida plus minus turgan. Bu yerda 20 ton kimdir olibdi. Endi ko'rsak bo'ladi, masalan, kimdir juda narxi arzon bo'lgan, hech kim e'tibor bermagan, lekin ko'ryapsizlar, men bugun uni 48 tonga sotdim. Xo'p, ketdik дальше. Bu yerda aktivistlarni xohlasanglar sortirovka qilsanglar bo'ladi. Masalan, faqat kim sotib olganlarni, sotganlarni ko'rsanglar bo'ladi. Listinglar. Endi bular kerak emas. Listing bilan цена изменения kerak emas. Masalan, listing bilan цена изменения nima deydi? Spam bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy gift emas. Biroq mana bu kolleksiyani o'chirib qo'ysak, masalan, faqat mana ko'rasizlar, men kolleksiyani o'chirdim. Bu yerda уже tort yo'q. Faqat bu yerda покупкаlar yoki offer принятlar ko'rinadi. Spam ko'rinmaydi. X ni bossam agar spam ko'rinadi. Masalan, qaranglar, narxini tushirdi deb ko'rsatyapti mana bu narxi. Strelka pastga, to есть 25 tonga tushirdi. Bu yerda esa ko'tardi, 5.5 ga qo'ydi deb tushunasizlar. Mana bunaqa spam deb tushunasizlar. Mana shu narsalarni yo'qotish uchun filtr bor. Qo'shimcha bunday qo'yib, покупка продажani yo'qib olib, konkretni o'z sotiqlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bundan chiqib ketamiz. Mana bir marketni qaytadan bosib, bu yerda yana nimalar bor? Bizda kolleksiyalar. Mana endi bu vkladka realni aytaman, unchalik endi bunaqa ko'rsatadi, statistikani ko'rsatyapti bizga. Xohlasangiz bu yerda almashtirib qo'yishlaringiz mumkin. То есть наоборотini qilib qo'yadi-da. Florni ham masalan eng qimmati, yana bitta bo'lsanglar, eng arzoni, kolleksiyalar bo'yicha ham полностью anaqa bo'yicha bo'ldi bu yerda, nima deydi? Alfavit bo'yicha. Endi bu kerak emas narsa, lekin kerak bo'lsa sizlarga ham gapirib o'tib ketyapman. Shu narsa ekan, lekin mana bu gift, lekin narxi qimmat. Hop, endi игры unutinglar, kerak emas. Сразу aytyapman. Umuman sizlarga mana shu narsa kerak emas. Bu qimor bolalar, kerak emas. Мои подарки ketdi bu yerda. Не выставленный bor, то есть My Gifts'dagi unlistedga o'xshaydi. Birga bir profillarida mana shu gift bor. Masalan, выводni bunday bossanglar, anaqa qaranglar. 0.25 ton so'raydi bu. Portalda ko'rasizlar, portaldan gift chiqarish 0.25 ton turadi. Tunnelda 0.1. Avvaldan beri 0.1, hozir ham 0.1. Portalda esa 0.3 edi, 0.25 qilib qo'yishibdi. Xo'p. Endi отмена qilamiz, bizga kerak emas chiqarish, turaversin. Xo'p, biza podarkalarda demak. Endi не выставленный, bu yerda уже не выставленный edi. Endi bizda bu yerda выставленный ham bor. Выставленный degani bu уже sotuvga qo'yilgani. Masalan, mana bu fakel, то есть chill flame sotuvga qo'yilgan 209 tonga. Bu yerda knopkalar bor. Xohlasak narxni almashtirib yoki отмена qilish mumkin. Bu yerda o'zlaringiz sortirovkalar mana bular. Ko'rsatib o'tirgan, o'zlaringiz yaxshi tushunib turibsizlar. Bu yerda offerlar bor. Muhim narsa. Полученный degani, то есть sizlarga offer kelgan. Masalan, bironta giftlaringiz bor sotuvda. Masalan, mana bu giftim sotuvga turibdi 209 tonga. Lekin kimdir mana shu gift kerak, lekin arzonroqi 2,5 tonga offer tashlasa, mana shu yerga chiqadi. Размещено degani, то есть sizlar birontasiga offer tashlasanglar, chiqadi. Mana shu yerda chiqadi. Kolleksiya desanglar agar, bu yerda уже konkretno offer emas, bu yerda уже order. O'sha oddiy o'qiyotgan bossanglar ham masalan order chiqadi, bu yerda bo'ladi. Masalan, tanlaysizlar qanaqadir kolleksiya, masalan, shlemlarga bu yerda
Offer emas bu, order bu. Bunday qarasanglar-da, narxini masalan 160 ton turibdimi, ishlayman masalan 150 ga olmoqchiman deydi. Nechta olmoqchiman masalan bitta. И qancha davom etishi. Endi bu offerda qilgan, lekin atak order bo'ladi bu. Endi order ham bunday qilsanglar, masalan ko'rsatmaslarga сразу же ko'rsatib o'ting. Hop. Bunday ishlarni tanlab, mana offer ko'rasizlarmi mana? Mana создать offer. Shuni bosib, mana xuddi o'sha narsa. Ko'rasizlarmi? Bitta narsa короче ikkalasi ham. Hop, offerlar haqida gapirib berdim. Keyin istoriya. Bu yerda istoriya faqat sizlarni istoriyalaringiz. Mana sizlarni old sotdilaringiz bu yerda. Boshqa hech kimniki emas. Boshqalarniki istoriyasi mana bu yerda edi. Eslaringizda bo'lsa ko'rsatuvdim. Полностью istoriya mana bu yerda. Hop, profillaringiz haqida ham gapirib berdim vроде бы. Hamyon bu yerda mana bu yerda уже bosib пополнить вывод qilsanglar bo'ladi. Bu yerda istoriya o'sha. Staking 24%. Endi boshida ko'p edi foizi, juda katta edi. Bu yillik foiz eslatishda bolalar, oylik emas. 1 yilda 24% tonda qo'shiladi sizlarga profillaringizga. Giftlaringizni anaqasidan kelib chiqib. Limiti ham bor. Limitni oshirish uchun o'ynash kerak igrida, lekin qiyin tema. Kimda masalan 50 tondan ko'p bo'lsa, qilaman desa, tushuntirib o'ting, video kerak desanglar, qilib o'taman. Tushuntirib beraman. Lekin nima deydi? Bunga ishonib qolmanglar. Bu qimirlaydigan protsent. Chunki boshida aytibman, juda katta protsent edi. 100% dan katta edi. То есть 1 yil ichida ko'proq, то есть 102 baravariga giftlaringiz ko'payadi. То есть да, shunaqa degan ma'noda beradi. То есть masalan 100 tonlik giftingiz bo'lsa agar mana shu yerda 1 yil ichida yana 100 ton qo'shiladi degani. 1 yil ichida. Mana bu yerda o'zi 24 edi, qaranglar 23 ga tushdi. То есть 1 yildan keyin 23% ga balansiga hozirgi qiymatidan qo'shiladi degani. Tushundingizlarmi? Endi 1 yil turishi kerak lekin. Mana shunisi ham bor. Endi masalan menga o'xshagan ko'p giftlari bo'lsa odamni tursa deylu bo'ladi. Masalan bunday turibdi-yu, masalan giftlar. Bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Normalniy, tipo kam bo'lsa ham pul keladi demoqchiman-da, stakingdan. Xo'p, MRKdagi o'tsak, demak, kirganlaringiz bilan bu filtr ham o'chirilgan bo'ladi. Mana o'chirdim. Mana hech narsa turmabdi. Mana oddiy kirganingizda mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, bu yerda ham mana shuga bosib, ulab, подключить bosib, mana bunday bosib. Endi mana bu уже пополнение knopkasi. Mana shu ulangan bo'lsa, anaqa chiqadi. Summa chiqadi. Anaqa qilasizlar. Пополнить bosasizlar, через hamyonlaringiz пополнять qilasizlar. Mana bu esa уже chiqarish knopkasi mana bu. Chiqarish knopka. Qolgan knopkalar muhim emas, kerak emas sizlarga bu oddiy ham bitganda. Xo'p, bu yerda ham mana bu NFT degani уже именно kolleksiyani tanlaysizlar. Masalan, bu yerda bizga nima kerak? Yana o'sha tort. Homemade cake. Endi hamma joyda bir xil qilib ko'rsatyapman sizlarga oson tushunishlaringiz uchun. Mana bu yerda o'sha orderlar, mana bu yerda eslaringizda bo'lsa order bor edi-yu. Mana marketda masalan biror narsani tanlasak, masalan shlemlarni, mana order turibdi. Ko'rasizlar. Bu yerda ham xuddi o'sha narsa. Даже bunday qilib ko'rish mumkin, mana qaranglar. Homemade cake mana order. Bu yerda 329 ga turibdi, bu yerda esa 3 ga turibdi orderga. Ko'rasizlar. Agar sotmoqchi bo'lsanglar, masalan, сразу же o'ylanmasdan shundoq portalga tashab 329 ga sotsanglar bo'ladi masalan. Shundoq offerni bosib, shundoq agar tortlaringiz bo'lsa agar shundoq продать bosasizlar, mana bu knopkani shundoq bosasizlar, tamom. Avtomatik moment giftlaringiz sotiladi. Hech nimani kutmasdan demoqchiman. Xo'p, demak ko'rdingizlar. Быстрая продажа ham o'sha narsa. Shundoq bosasizlar, agar giftlaringiz bo'lsa, shundoq bosganlaringizda momentalniy giftlaringiz sotiladi. Смотреть orderni bossanglar, xuddi mana bunga o'xshab, уже ko'rsanglar bo'ladi. Xohlagan bironta odaminglar bo'lsa agar, o'shanga aynan sotishlaringiz mumkin. My order bu именно sizlarning orderlaringiz. Bunda создать order qilib, yozib, masalan, eng minimal narxi, maksimal narxi, bitta kamaytirasizlar. Bu juda katta summa turibdi. Masalan, men bu tortlarni masalan 2 tonna olmoqchiman deylik. Nechta kerak ham? Masalan, 10 ta kerak. Nima kerak? Tort kerak. Homemade cake deb yozasizlar masalan. Xo'p, modelni tanlasanglar bo'ladi, fonni tanlasanglar bo'ladi. Полный shunaqa qilsanglar bo'ladi. Bu bitta katta plyusi botni, то есть MRKTni. Xo'p, tanladik. Endi-chi. Bu yerda sizlarga bitta anaqa sortirovka bor. Sortirovkani ham qaranglar. Время размещения deb turibdi.
То есть yengil сначала birinchi turadi. Сразу же цена по возрастанию qilib olinglar bu yerda ham. Kstati, agar sizlarda tilda не то boshqa tilda bo'lsa agar, mana, ingliz tilida masalan bu deb qo'ysa, сразу русский. А так sizlarda rus tilida bo'lishi kerak по сути. Hop, endi modelni tanlaymiz. Bizda Mickey Mouse. Mickey Mouse foni, bizda Onyx. Mana. Hech nima yo'q. Lekin bu yerda уже qaranglar, istoriyani ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda feed knopkasi bor. O'shani bosib, faqat istoriyani ko'rasizlar. Qaranglar, bu yerda lekin bitta minusi bor. Masalan, bu yerga istoriyani ko'rmoqchi bo'lsanglar, masalan, biror narsa tanladinglar. Masalan, deylik, shlemni tanlaylik. Bitta shlemlar kamroqda. Mana. Activity'ni bossangiz bo'ldi, ketdi, сразу shlemlarga o'tadi. Ko'rasizlarmi, shlemlar haqida ketyapti. Istoriya, masalan, bu arenda ham hatto bor ekan. То есть bor, men yo'q emas, bor, bilaman, borligi, lekin nima deydi? Hozir emas. Zo'r tema ko'rasizlar, odamlar arenaga juda ko'p olishadi. Qilsa bo'ladi, zo'r pul beradi, yodingyon. Lekin bugun emas. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, arenda temasi, то есть qimmatroq gift sotib olib, arendaga bermoqchi bo'lsanglar, yozinglar, tushuntiring, qanday nima qilaylik deb, men sizlarga tushuntiraman. Xo'p, ko'rasizlar, bu yerda уже oldi sotdilar, baribir ham уже shlemlarga qarab ketyapti. Lekin bu yerda esa masalan, ko'rasizlar, bizlarga kerakli tort yo'q. Tortni masalan o'chiramiz, то есть tort kerak emas deb X ni bosamiz, fonni ham. Bu yerga masalan shlemni yozamiz. Shlemni yozsak, mana qaranglar. Shlemlarga o'tdi, ko'rasizlar, уже shlemlarni ko'rsatyapti. Lekin bu yerda feedni bossak, eski tort turadi. То есть eski tort nima uchun? Chunki men bu yerda tortni taxlaganman. То есть bu yerga отдельно shlemlar kerak bo'lsa agar, sizlarga отдельно shlem deb yozishlaringiz kerak, unaqa shlem. Keyin kerakli modeli, foni, mana shunaqa qilib отдельно. То есть istoriyani ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana bu masalan tanladinglar, ko'rdinglar, giftlaringiz yo'q, lekin narxini bilmoqchisizlar, feedga kirib boshqatdan urdirish kerak. Tushundingizlarmi? Mana shu narsasi bor. Order haqida gapirib berdim. Bu yerda ham orderga ham отдельно uriladi. Agar biror narsani oldi-sotdi qilmoqchi bo'lsanglar, mana bular giftlar, bu premarket giftlari. Aytganimdek, agar qiziq bo'lsa, yozasizlar. Zadание kerak emas, игровой hub kerak emas. Qimor bular kerak emas bolalar. Unutinglar. И хранилище. Na продаже degani sotuvda turibdi. Отменить bossam, отмен bo'ladi. 3 tonga masalan sotuvga qo'yganman, bosib narxini o'zgartirishim mumkin. Menga bu monoxromroq bo'lgani uchun turibdi, turaversin. 3 tonga menga nima deydi, narxini o'zgartirmoqchi emasman narxini. Xo'p, хранилищeni o'zida bo'lsa agar, bu yerda уже sotuvga qo'yilmagan giftlar. Agar sotuvga qo'ymoqchi bo'lsanglar, razmestitni bosib narxini yozasizlar. Agar o'zlaringizga qaytarib olmoqchi bo'lsanglar, mana bu knopka bor. Mana bossanglar, mana 0,2 tonga sizlarga qaytarib keladi. Lekin buni ham relayerni sizlarga bitta ko'rsatsam. Hop. Mana buni relayeri MRKT Bank. Bunday kirsanglar mana. Mana men undan masalan mana bu uzukni sotib olganman. Mana buni sotib olganman, masalan MRKT Bank, endi men принимающий deb yozib qo'yganman. Hop. Mana bu portalnikni ko'rsatdimmi yo'qmi? Sizlarga bitta portalnikni ham ko'rsatib o'taman. Как добавить bosasizlar. Mana bu username ko'rasizlar, mana gift to portals. Endi bu username prям anaqa qilmas ekan. Mana bo'ldi. Shuni bossanglar, mana bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. Gift to portals. Eng asosiy bolalar tushunish uchun o'shanmi yo'qmi? Просто mana profilga kirsanglar, podarkalari juda ko'p bo'ladi, juda ko'p. Mana. Endi принимающий deb o'zim yozganman. Tak, ismi просто portal. Bo'ldi, вроде boshqa hech nima qo'ygani yo'q. Полностью sizlarga informatsiya aytib chiqdim. Bolalar, bitta muhim narsa, bizda короче o'zimizning kanalimiz bor, Telegram kanalimiz. Полностью iltimos o'tib, hamma bu yerda narsalar bor. То есть agar bolalar, mana bu bizning asosiy kanalimiz Genius Red. Bu gruppamiz. Endi o'zingiz bilan yozishmoqchi bo'lsanglar, gruppa. Mana bu projektga kirib, hamma gruppalar bilan, kanallar bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Masalan, gruppada masalan bu yerda bizda market bor. Gruppalarda masalan bizda market bor. Marketning ustiga shuni bossanglar, marketga olib o'tadi sizlarni, mana market. Bu yerda xohlagan narsalaringizni sotsanglar bo'ladi. Masalan, chat ham bor.
raznoобразный narsalar, servis, o'zlaringizni xizmatlaringizni hatto taklif qilsanglar bo'ladi, stikerlaringizni sotsanglar bo'ladi, usernamelaringizni sotsanglar bo'ladi, giftlaringizni sotsanglar bo'ladi. Bizada store bor. То есть bu endi bizani magazinimiz. То есть bu yerda faqat bizani narsalarimiz, bizani usernamelarimiz, bizani giftlarimiz, sotuvga qo'yilgan giftlar. Keyin servis bor. Bu yerda уже servis xizmatlari, то есть Garant, Telegram, ADS endi kerak bo'lsa agar sizlarga USDT, Stars, Premium, Telegram Premium nima kerak bo'lsa полностью yozaverasizlar. Asosiy yana o'zimni bir lichkamni ham yozganman. Xo'jayin, если что, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga katta rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biror narsa kerak bo'lsa yozaverasizlar kommentlarga. Eng asosiysi like, komment bolalar, podpiska bu juda muhim. Hozirgi paytda aynan menga поддержка juda kerak bolalar. Поддержка har bitta qilgan odamga minnatdorman. Katta rahmat.